lekin mana shu hozir biz ikkovimiz ozgina anaqa qilish zo'r bo'ladi, zo'r bo'lardi. Marhamat. qayerdadir aytgandik a uni. Ne uchun ko'zlarda yosh yondim firoq o'tdimi yov yondirib hijron g'amin yoring yiroq ketdimi yov Yig'lama sorin solur qalbimga tomchi ko'z yoshing ne uchun jimsan dilingni men siyoh etdim yo'q Kim g'azal aytay sog'inching behuda bo'lsinlari behuda so'zlab seni yoring yiroq ketdimi yo'q men xumor zo'r opashingiz ana shu yerda ham hozir Zo'r.